Assalomu alaykum. Men Fazliddinova Feruza Nazrullayevna, akusher-ginekolog, reproduktolog hamda Toshkent shahrida joylashgan To'layn klinikasini asoschisi, rahbari sanalaman. Navbatdagi savolga bugun siz bilan birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Savolimiz shundan iboratki, bachadon naylari berkilib qolsa qanday homilador bo'lishi mumkin deb menga yuboribdilar. Keling, undan oldin homiladorlik uchun zaruriy bo'lgan faktorlar haqida gaplashamiz. Haqiqatda shu faktorlardan bittasi bu bachadon naylarini bo'lishi sanaladi. Homila bo'lish uchun albattaki ayol kishida sog'lom bachadon bo'lishi kerak. Ikkinchi zaruriy faktorlardan biri bu ayol kishini sog'lom tuxumdoni bo'lishi kerak va u tuxumdonni ichida tuxumdon zaxirasi, ya'ni folikulalar bo'lishi kerak va bu folikulalar sikl davomida, bitta hayz sikli davomida bittasi ovulyatsiyaga, ya'ni folikul yorilishiga va undan tuxum hujayra chiqishiga ishlashi zarur bo'ladi. Uchinchi faktorlardan bittasi bu albattaki bachadon va tuxumdon orasidagi bachadon nayini sog'lom va o'tkazuvchan bo'lishi juda ham muhim ahamiyatga ega. Va to'rtinchisi, eng zarur faktorlardan bittasi bu erkakni sifat jihatidan ham, son jihatidan ham yetarli darajada bo'lgan sog'lom urug'i kerak bo'ladi. Xo'p, aloqa vaqtida urug' qin qismga tushadi. Natijada bilasizlar, urug' hujayrani dumchasi bor va shu dumchasi orqali harakatlanib, u bachadon tanasiga tushadi. Bachadon tanasi orqali bachadon naylariga o'tadi va tuxumdon tomonga harakatlanishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki tuxumdonda har oy bitta, ba'zi bir holatlarda ikkita folikula yorilib, ya'ni ovulyatsiya jarayoni yuzaga keladi. Folikula yorilib, uning ichidan tuxum hujayra chiqadi va ushbu tushgan urug' shu tuxum hujayra bilan uchrashishga oshiqadi. Va uchrashuv sodir bo'lgandan keyin ko'pincha bu qorin bo'shlig'ida bo'lishi mumkin, trubalarni ampulyar qismi, ya'ni kengaygan qismida bo'lishi mumkin. Homila embrion hosil bo'lgandan so'ng ushbu embrion yana bachadon naylari va ularni ichidagi maxsus kiprikchalar orqali bachadon tanasiga qaytib tushib, shutga joylashishi kerak bo'ladi va homiladorlik yuzaga keladi. Xo'p, trubalarimiz yopiq bo'lsa, demakki tushunib oldik, bachadonga tushgan urug' uni kutib turgan tuxum hujayra bilan uchrasha olmaydi. Ya'ni bizning sevgi ko'prikchamiz yopilib qoladi va bu uchrashuvni yagona yo'li bu eko laboratoriyasi sanaladi. Ya'ni laborator muhitda o'zingizning tuxumdoningizdan olingan tuxum hujayralar sizni turmush o'rtog'ingizni urug' hujayralari bilan birgalikda maxsus kosachalar deymiz. Ana o'sha maxsus kosachalarda urug'lantiriladi va urug'lantirilgan embrion bachadon ichiga ko'chirib o'tkaziladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan urug' borish kerak, tuxum hujayra bilan uchrashish kerak, urug'lanish bo'lishi kerak, urug'langan embrion qaytib bachadonga kelib tushishi kerak bo'lgan jarayonlarning hammasi laborator muhitda amalga oshiriladi. Ko'pincha shunaqa savollar ham bo'ladiki, bachadon nayim yopilib qopti, uni xirurgik yo'l bilan ochtirsam bo'ladimi degan savollar ko'plab uchraydi. Bachadon nayini, berkilib qolgan bachadon nayini qayta tiklash, uni o'tkazuvchanligini qayta tiklash operatsiyalaridan keyin homilador bo'lish ehtimoli 2-3% dan ortiq emas. Lekin qayta shu trubada bachadondan tashqari homilador bo'lib qolish ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli zamonaviy tibbiyotda bachadon naylari zararlangan bo'lsa, bunday juftlikka homilador bo'lish uchun eko usuli tavsiya etiladi. Xo'sh, aslida trubalar nimani hisobiga zararlanib qoladi, nimani hisobiga berkilib qoladi? Yaxshi savol. Ko'p holatlarda buni sababi surunkali shamollash bo'lishi mumkin, yallig'lanish kasalliklari, infeksiya bo'lishi mumkin. Ya'ni infeksiya ko'p holatlarda pastdan yuqoriga qarab harakatlanadi. Doimiy qindagi shamollash bachadondagi shamollashga sabab bo'ladi. Bachadondagi shamollashlar keyinchalik naylani shamollashiga, tuxumdonlardagi bo'ladigan shamollashlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu shamollashlarning esa sababi oddiy infeksiyadan to jinsiy yo'l bilan bu shamollashlarni keltirib chiqaradigan infeksiyalar esa
oddiy infeksiyalardan boshlab, ya'ni organizmda shundoq ham yashovchi bakteriyalarning ko'payib ketishi natijasida yoki spetsifik infeksiyalar, bu jinsiy yo'llar bilan orqali yuqadigan infeksiyalar ta'sirida ko'p holatlarda bu xlamediya bo'lishi mumkin yoki tuberkuloz infeksiyasining ta'siri ostida ham bachadon naylari berkilib qolishi, zararlanib qolishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan faktorlardan bittasi bu abort holati, ya'ni bachadonni ichida o'tkazilgan muolajalardan keyin ham infeksiya tushishi natijasida trubalar berkilib qolishi mumkin. Yoki kesircha kesish amaliyotidan keyin, agar amaliyot asoratlangan bo'lsa, ya'ni ayol kishi tug'ruqdan keyin isitmalasa, bachadonni ichida qoldiqlar qolib ketsa ham bachadonni naylari berkilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki bizani ko'pincha ayollarimiz qo'rqadigan narsa bu spiral qo'ysang homilador bo'lmas ekansan keyin deyishligi. Ya'ni ham sabablardan bittasi shu bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki bachadonni ichida bachadonga xos bo'lmagan, organizmga xos bo'lmagan narsa, ya'ni bachadon ichi vositasi spiral turishi, albattaki bachadon imkon qadar o'sha spiralni tanadan chiqarib yuborishga harakat qiladi. Va spirali bor ayollarda agar doimiy tekshiruvda bo'lmasangiz, o'zingiz salomatligingizga e'tibor bermasangiz yoki spiral qo'ydirguncha shamollashlar, anemiya holatlari inkor etilmasdan spiral qo'yib qo'yilsa, ko'p holatlarda shu spiralni o'zi ham infeksion faktor sanaladi. Ya'ni shamollashga bu ayollarda moyillik balandroq bo'ladi. Shuni hisobiga ma'lum bir holatlarda spiraldan keyin ham, albatta bu ko'rsatkich juda katta emas, 2-3% ginani tashkil etadi, lekin bor. Ya'ni bachadon ichi vositasi spiraldan keyin ham bachadon naylari berkilib qolishi mumkin. Yana bir faktorlardan bittasi bu bachadon nayda infeksiya ta'sirida homiladorlikni bo'lib qolishi. Bachadondan tashqari homiladorlik deymiz. Ana o'sha homiladorlikni bachadon naylarida bo'lishi. Bachadon naylarida homiladorlik bo'lishi aslida bachadon naylarini allaqachon zararlanganini belgisi sanaladi. Va ko'p holatlarda operatsiya davomida ba'zi bir holatlarda xirurglar sharoitga qarab, bachadonning holatiga qarab yoki bachadon nayni saqlab qolishadi yoki bachadon nayni tek-tugi bilan olib tashlashadi tuxumdonlarga tegmagan holatda. Agar bachadon nayi saqlanib qolgan holatda ham bachadondan tashqari homilador bo'lish ehtimoli bu ayollarda qayta bo'lish ehtimoli balandroq sanaladi. Yoki saqlab qolingan holatda ham shu yerdagi mahalliy yallig'lanishni hisobiga shu bachadon nayini butunlay berkilib qolish ehtimollari ham uchraydi. Bundan tashqari, yallig'lanish kasalliklaridan tashqari bachadon naylarining yopilishiga sabab bu endometrioz, adenomioz holatlari ham bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki tuxumdonlardagi endometrioz, kichik chanoqdagi endometrioz, bachadondagi endometrioz bu shu sohada doimiy yallig'lanish borligi, doimiy aseptik yallig'lanish borligini bildiradi. Buni natijasida bachadon atrofida, tuxumdon atrofida, bachadon nayi atrofida spaykalar, chandiqlanish jarayoni boshqa ayollardan ko'ra jadalroq bo'ladi. Shuni hisobiga endometriozi bor ayollarda ham bachadon nayini o'tkazuvchanligi buzilganini, uni atrofida spaykalarni bo'lishini ham praktikamiz davomida, tajribamiz davomida ko'plab uchratganmiz. Va yaxshiyamki hozirgi kunda tibbiyotda bu muammolarni yechimi bor va bachadon naylari zararlangan bo'lsa, ularni o'tkazuvchanligi buzilgan bo'lsa, hozirgi kunda zamonaviy tibbiyot homilador bo'lishni eng samarali yo'li deb bunaqa juftliklarga eko muolajasini tavsiya etadi. Biz ham sizga tezroq niyatingizga yetishingizni tilab qolamiz. Video rolikimiz sizga qiziq bo'lsa va savollaringiz bo'lsa, albatta bizga buni kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi video roliklarda albatta yozib qoldirgan savollaringizga javob berib yozishga harakat qilamiz.